Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz Bekmamil kanalimizda ashaddiy muxlislar va yangi tomosha qilib turganlar. Hozirda sizlarga o'zimizda bor modellarimizni bir qator qisqacha video obzorlar qilib beramiz do'stlar. Narxlar xudo xolasa yaxshi narxlarda dastlabkilarimizni aytib o'tamiz. O'zbekiston bo'ylab bor 200 ming so'm, 300 ming so'm zaklab tashlaysiz. Liboy hamma telefonda xohlagan telefoningizni dastlabki qilib chiqarib beramiz. Qolgan to'lov borgan paytda qaytarib olasiz. Har bir telefonni yana bir bor aytamiz. Har bir telefonda alohida video obzori, Telegram kanalimiz bor. Video kommentariyasiga yozib qo'yamiz. Telegram kanalimizga o'tsanglar, har bir telefonda alohida video obzor, rasmlari, ma'lumotini, to'liq ma'lumotni Telegram kanali orqali olishingiz mumkin. Endi xullas o'zimizda bir qator telefonlarimizni qisqacha video obzorni qilib beraveramiz. Aytganimizdek, batafsil ma'lumot Telegramdan oladi. Yana bir savolimiz, kim bizni qayerdan tomosha qilyapti? Shunday video kommentariyasiga yozib qo'ysanglar, xursand bo'lib qolamiz, xudo xolasa. O'zim boshladik, bir boshdan boshlayveramiz. Redmi A2 Plus telefonimiz 464 talik bo'ladi. Telefonimiz radnoy holatda 5 korobka, O'zbekiston bo'ylab dastlabki ishlab turib bemalol zakasini beraverasizlar. Telefonimiz narxini 550 ming so'mga qilib beramiz. A2 Plus. Xo'p, bu Realme'dan 6 operatorli 6/128 talik variantda Realme S53 mi shunaqa adashmasam. Xo'p, korobkadagi bitlar bor, to'liq radnoy holatda imekrodlardan o'tgan telefonimiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 900 ming so'mga qilib beramiz. 900 ming so'mga foydalanib qolsanglar bo'ladi. Realme firmalari yaxshi firma hisoblanadi. Anchalar telefonlari hadoyi ham anchalar xizmatlar qiladi. Xudosa X3 Pro'larimiz sotuvda mavjud do'stlar. 1.350 ming so'mga, 1.400 ming so'mga qilib beramiz. Ikkalasi ham korobkadagi 256 talik radnoy holatda. Note 8 Pro'larimiz ikki xil narxda chiqadi do'stlar. Bittasi 650 ming so'mga chiqadi. Bittasi 900 ming so'mga chiqadi. Ikkalasi ham 664 talik variantda, korobka dokumentlari yo'q, do'kon tomonidan garantiya beriladi. Arzonchi Samsung ishqibozlari uchun Samsung A12 olib kelib qo'yganmiz. 464 talik variantda, 32 talik emas, e'tibor berasizlar. Narxi ham arzon narxda 650 ming so'mga qilib beramiz. Xo'p, Intel firmasidan A70 modelimiz adashmasam, korobka dokumentlari bor, to'liq radnoy holatda 900 ming so'mga qilib beramiz. 8256 talik variantda bu ham. 256 talik va narxi arzon telefon so'raganlar uchun tavsiya qilaveramiz bemalol. 900 ming so'mga narxiga arziydi xudo xolasa. A32 5G modelimiz do'stlar 950 ming so'mga qilib beramiz. Samsung 4/128 talik bo'ladi, 5000 mAh batareyka bo'ladi, 5G podдержка qiladi telefonimiz. A21s adashmasam korobkasi ham bormi degan, korobkasi bor yo'q aniq emas, lekin narxi ham qulay narxda 700 ming so'mga chiqarib beramiz. 32 talik variantda qatmaydi netmedi. Yaxshi telefon, ishlatganlar biladi, ishlatmaganlarga tavsiya qilamiz. Xo'p, A14 telefonimiz do'stlar. Bunisi 5 korobka variantda 800 ming so'mga qilib beramiz. 464 talik variantda. Infinix'dan Hot 40i bunaqa chiroyli dizaynga ega korobka dokumentlari bor. Narxini 850 ming so'mga qilib beramiz. 4/128 talik variantda. Tecno Spark 20si, bu 20 Pro, 20 Pro'si ekan aytmoqchi. Korobka dokumentlari bor, to'liq radnoy holatda. Narxini 1.350 ming so'mga qilib beramiz. Yaxshi telefon, anchalar xizmatlarni qiladi bo'lsa. Xo'p, bir bosh ketaveramiz. Endi yangilarni alohida aytib o'tib ketamiz bo'lsam. Planshetlarimiz bor bu yerda do'stlar. Xo'p, planshetimiz bitta sim karta tushadigani bor. Bunisi adashmasam sim karta tushadi. Bemalol telefonga ham ishlasanglar bo'ladi. Ham sim karta tushmaydigani ham bor. Bunisi yangi, qashti yangidek holatda ikkalasi ham. Narxini 1.550 ming so'mga sim karta tushadigani beramiz. 1.500 ming so'mga sim karta tushmaydigani. Ikkalasi ham 4/128 talik variantda. Zaryadkalari zo'r yetadi. Masalan, arzonroq narxda planshet so'raganlar uchun tavsiya qilamiz. iPadimiz ham bor, iPad 6. 32 talik variantda, yo'nalishlari ham yaxshi, holatlari radnoy holatda, ayni nuqson xudosi yo'q. Narxini 1.5 million so'mga qilib beramiz buni ham. Xo'p. Bu yerdan ketaveramiz, yangilarimiz alohida video obzorini qilib beramiz xudosi. Arzonroq, yangi dizayni yaxshi, chiroyli, sifatli telefon qidirganlar uchun tavsiya qilamiz. A3 Redmi'dan A3 telefonimiz 464 talik variantda, korobka dokument adashmasam zaryadchigi ham bor edi. Buni narxini 800 ming so'mga qilib beramiz. Full komplekt holatda bo'lganligi uchun Redmi'dan 14C modellarimiz do'stlar. 14C modellarimiz o'ziga xos dizaynga to'liq radnoy holatda va holati tanaqlardan olib kelib qo'ygansizlar uchun ikkalasi ham 8256 talik variantda, korobka dokumentlari bor. Imekidan o'tgan narxlarni 1.300 ming so'mdan qilib beramiz. Holati yangidek, xotirasi baland, o'zi yangi model so'raganlar uchun tavsiya qilaveramiz bemalol. Keyingi modelimiz A04s modelimiz do'stlar, 1.100 ming so'mga qilib beramiz. 4/128 talik Samsung qidirganlar uchun korobka dokument radnoy holatda, holatlari ham yaxshi holatda.
1.250.000 so'mga do'stlar A13 ni 4 ga 128 talikni qilib beramiz. Korobka, dakimiz, zaryadchik, adashmasam ignasigacha bor telefonda. Bemalol zakaz berishlari mumkin do'stlar. Maza qilib ishlatasizlar, xizmatlar ancha qiladi. A13 ishlatganlar biladi. Yaxshi telefon hisoblanadi. Xo'p, A33 5G modelimiz do'stlar. Hozirgi kunda kelish kamayib qo'ygan bunaqangi holatdagi ayniqsa chertib tanag'ini tovib kelgan sizlar uchun do'stlar 6 ga 128 talik bo'ladi, 5G podeshka qiladi. Suvdan, changdan himoya bilan chiqqan. Qo'li ham yaxshi udobniy o'ynaydi. Bir qo'lda ishlatsanglar xudo xohlasa bemalol bo'laveradi. Telefoningiz imekidan o'tgan. Holatlari ham o'ta ideal holatda, korobdagi holatda. Telefoningiz narxini 1.850.000 so'mga qilib beramiz. 1.800 1.850.000 so'm atrofida A16larda rabochilar ozroq ishlaganlari sotilyapti. Undan ko'ra yaxshi sifatga ega bo'lgan A33 ni tavsiya qilaveramiz, xudo xolasa ishlatib baraka topasizlar. A12 telefonimiz do'stlar 8 ga 256 talik variantda korobdagi bor. Bunaqangi chiroyli svetda 1.300.000 so'mga. Xuddi shuni A13 do'stlar. Redmi 13. Narigi Redmi 12 ga adashib ketdik. Xo'p, buni ham korobdagi bor. Holatlari yangidek holatda, bunaqangi chiroyli svetda 1.500.000 so'mga qilib beramiz. Narxiga arziydi. Holatlari ham o'ta ham zo'r holatda. Infinixdan adashmasam, birinchi marta besprovодной zaryadka mana shu telefonlarda chiqqan. 30 Pro modelimiz do'stlar. Korobka, dokument, besprovодной zaryadchi, o'zini zaryadchi, xullas telefon full komplekt holatda, keyin saqlab qo'yilgandek holatda ekan. Telefoningiz holatlari o'ta ham zo'r holatda. Buni narxini 2 million so'mga qilib beramiz do'stlar. Narxiga arziydi telefon. Masalan, Redmi 13, Note 13 Pro'lar 2 million 100 ming so'm sotilyapti. Ulardan ko'ra buni tavsiya qilaveramiz. Sababi xarakteristikasi yaxshiroq. Kolonkalar JBL kolonka plus besprovодной zaryadka beradi, oladi. Xo'p. Honor hozirgi kunda Honorda eng trendy telefonlardan bittasi desak bo'laveradi. Honor 400 Lite'larimiz do'stlar. Holatlari o'ta ham zo'r holatda, bitta tochkasi yo'q telefonlarimizni. Korobka, dokument, zaryadchi full komplekt holatda. Xo'p, narxlarni $220 qilib beramiz do'stlar. $260 yangisi sotilyapti. Arzonrog'ini yangidek holatda so'raganlar uchun bemalol tavsiya qilaveramiz. $220 dan do'stlar. Ya, yiroy telefonlarga o'tib ketdi-yu, adashmasam. Hozirgi kunda ko'rishlar mumkin. Bu katta korobkaligi GT30 Pro, korobka, dokument, zaryadchi o'zini kullerigacha bor. Telefonimizning holati ham yangi telefon qanday bo'lsa, o'shanday holatda %100 garantiya beraveramiz do'stlar. Holatlariga o'ta ham cho'tki, go'zal holatda telefonimiz. Buni yangisi $370 atrofida sotilyapti. $370-380 atrofida sotilyapti. Yangidek holatdagisini sizlar uchun $320 ga chiqarib beramiz do'stlar. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. Rabochiy saharda ham kelavermaydi bu telefonlarni. Full box holatda GT30 Pro, GT20 Pro'imiz ham bor. Mana GT20 Pro to'liq ravnoy holatda bu ham. Korobkadagi zaryadchilargacha bor. Bunda katta korobka chiqdi, bilasizlar. Yiroy telefon ishlatmoqchi bo'lganlar uchun, o'ziga xos dizayndagi telefon ishlatmoqchi bo'lganlar uchun tavsiya qilaveramiz. Buning narxini xo'p $265 ga qilib beramiz. X6 Pro'si ham bor do'stlar. Endi 12 ga 512 talikni olib kelib qo'yamiz. Korobkadagi full box holatda bu ham. Buni narxini $255 ga qilib beramiz. 11T Pro do'stlar, korobkadagi ravnoy holatda, xudo xolasa aybi nuqsoni yo'q, faqat oz-moz holatlarda, endi holati ham yomon bo'lib yomon emas, lekin 11T Pro'si bu, uni 2 operatorga 256 talik xotiraga ega. Telefonimiz narxini 2 million 200 ming so'mga qilib beramiz. 2 million 200 ming so'mga narxiga arziydi bu telefonlar. Chunki 11T o'zi ham emas, 11T o'zi ham kerak bo'lsa $200 gacha ham sotilyapti. Redmi 13 Pro do'stlar, o'ziga xos dizaynga ega, 12 operatorga 512 ta yarim terabaytli telefonimiz. Holatlari ham zo'r holatda. Korobka dokument yo'q, do'kon tomonidan garantiyalarni yozib qilib beramiz. Telefonimiz narxiga keladigan bo'lsak, 2 million 100 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. 13 Pro 512 talik 2 million 100 ming so'mga. Note 14larimiz sotuvda mavjud do'stlar. Ikkalasi ham 6 ga 128 talik variantda, korobka dokument, zaryadchi, yangidek holatda telefonlarimiz ikkalasi ham. Buni narxini qilib beramiz 1 million 900 ming so'mdan qilib beramiz do'stlar. Xiaomi'ni 12T bu, 12T ravnoy holatda 8 operatorga 128 talik xotira, korobka dokument, ayb nuqson xudoolasi yo'q. Telefonimiz narxini $210 ga chiqarib beramiz. Xo'p. O'ziga xos dizaynga ega do'stlar, qo'lga cho'tga o'rnida oldi va orqa tomonlama eshik hisoblangan Redmi 13 Pro Plus 5G modellarimiz do'stlar. Suvdan changdan himoya bilan chiqqan. Hozirgi kunda
Yaqinda ham 300 dollar atrofida sotilayotgan bu telefonlar sizlar uchun narxini 240 dollarga qilib beramiz. 8256 talik variantda. Xo'p, yana bir boshga ketaveramiz. Endi aralashib ketadi ekan. Saralab olaverasizlar o'zingizlar. Yoqqanini Telegram orqali chiqsanglar, har bir telefonda to'liq ma'lumotini qilib beramiz do'stlar. Har bir telefonni yana bir aytib o'tamiz. Har birini alohida rasm, videolari, to'liq ma'lumoti Telegram kanalimizga bunaqa yumaloq videolarni qilib abdushi tashlab qo'yganmiz. Kanalimiz video kommentariyasiga qo'yib o'tamiz yoki Bekmobil 15 deb qidirsanglar, poyezd bersanglar chiqarib beradi. Keyingi modelimiz A14 modelimiz do'stlar 850 ming so'mga qilib beramiz. Korobka dokumentli, ravniy holatda, 464 talik variantda. 7C Honor'dan do'stlar 7C modelimiz budjetli, narxlari budjetli va o'zi yaxshi telefon so'raganlar uchun tavsiya qilamiz do'stlar. Reklamasini bosib berib yotishdi. Tizimda bir qator ko'rib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Bunisi narxini qilib beramiz 1,4 million so'mga. Korobkasi yo'q, garantiyaligi. Holati zo'r holatda, ikkita bor hozir sotuvda. Ikkinchisi narxini 1,550 ming so'mga qilib beramiz. Honor X7C modelimiz. Korobka dokumentlari bor do'stlar, ravniy holatda 628 talik. Note 9 Pro davrida ancha hadoga ketgan telefonlardan biri hisoblanadi do'stlar. Yangi saqlanib qo'yilgan holatda Note 9 Pro telefonimiz kelgan 628 talik variantda. Korobka dokumentlari bor, to'liq ravniy holatda emekidan o'tgan. Narxini 1,350 ming so'mga qilib beramiz. 8 pluslarimiz do'stlar. Wi-Fi da ishlataveraman deganlar uchun iPhone 7 narxida iPhone 8 Plus beramiz. 950 ming so'mga, batareyasi usulenli 64 talik, holatlari ravniy holatda, batareykadan tashqari faqat sekretni aklotdan yechilgan, sifroz qilmaysizlar, Wi-Fi da ishlayveradi, sim karta o'qimaydi. Shuna hisobiga 950 ming so'mga 8 Plus. Endi xuddi shuni yaxshi holatdagilari bor, 100 yonkisda 156 talik va 100 yonkisda 64 talik. Ikkalasini ham narxini 1,700 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. Xo'p, yana bitta tanag'imiz bor, to'liq ravniy holatda. Buni 8 plusimiz, holatlari ham zo'r holatda. 76 yonkisda 64 talik ekan bunisi. Bunisini 1,800 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. iPhone Expertlar oz-moz narxlarda o'zgarish bo'lib qolgan, sababi mekani hisobiga ko'tarilish bor. iPhone 8 telefonlarimiz do'stlar, ikkalasi ham batareyasi 100, adashmasam usulenli 64 talik variantda. Telefonlarimiz narxini 1,350 ming so'mdan chiqarib beramiz. iPhone XS telefonimiz do'stlar 2,50 ming so'mga, 2,50 ming so'mga X holi sotilyapti. Adashmasam 2,50 ming so'm sizlar uchun iPhone XS telefonini beryapmiz. XS telefonlarimiz do'stlar 2,250 ming so'mdan qilib beramiz. Ikkalasi ham 80-74 78 yonkisi ekan, 64 talik, ikkalasi ham ravniy holatda. XS telefonlarimiz do'stlar tavsiya qilaveramiz. XSdan ko'ra batareyasi yaxshiroq telefon ko'rganlar uchun tavsiya qilamiz. XS Max telefonimiz do'stlar. Kerak bo'lsa XSlar xuddi shu narxda sotilyapti. Sizlar uchun 190 dollarga XS Max. Xo'p, 84 yonkisi 64 talik variantda. Qarang, O'zbekistondan chiqqan telefonimiz ham bor. 700 ming so'mga qilib beramiz. Ajibmi, nomi ham esdan chiqib qoldi. Xullas O'zbekiston telefoni XSlarga o'xshagan 700 ming so'mga. Xo'p, 11 Pro'larimiz har birini alohida video obzorlari aytib o'tganimizda Telegram kanalimizda bor do'stlar. 7256 talik e'tibor berasizlar. Face ID, turibton hamma yo'g'i bor, hamma yo'g'i ishlaydi telefonimizda. Narxini 240 dollarga qilib beramiz. 240 dollarga kerak bo'lsa 11 ham ola olmaysizlar. 11 Pro beryapmiz. 7256 talik. Batareyasini usulenli qilib olsanglar ham arzonga tushadi. 77-64 talik bor, 285 dollarga. 78-256 talik bor, 285 dollarga. Bu ikkalasi to'liq ravniy holatda bular ham. Aytganimizda har bir rasm ma'lumotlar Telegram orqali olishingiz mumkin. Dastlabkilarimiz O'zbekiston bo'ylab ishlayapti. Bemalol zakaz beraverasizlar. Xo'p, Face ID'si yo'q, 11 Max da arzonroq so'raganlar uchun 11 Max telefonimiz bor sotuvda. 91 mikin, 90 mikin shunaqa yonkisi 256 talik variantga ega. Face ID'si yo'q. Shuni hisobiga telefonimiz narxini 280 dollarga beramiz. iPhone 11 81 yonkisi 108 talik variantda, holatlari zo'r holatda bo'lgan 260 dollarga iPhone 11 telefonimiz. iPhone 13 telefonimiz do'stlar, tana holatda oppoq 13 qidirganlar uchun tavsiya qilamiz. To'liq ravniy holatda 87 mikin, 88 mikin yonkisi 108 talik variantda, holatlari bitta petnosi yo'q telefonimizda.
Xo'p, bemalol zakaz beraverasizlar, chiqaveramiz hamma joyga do'stlar. Telefoningiz narxiga kelaylik bo'lsak, 435 ga qilib beramiz sizlar uchun. Arzon narxda. Yana bitta foydalanib qolsa bo'ladigan telefonimiz bor, iPhone 13 Pro do'stlar. 12 Pro narxida. Xo'p, yonoq ekan telefonimiz. Mana shu yerdagina dog'i bor. Bu qo'lda telefon orqali yozsanglar ham abdishu ko'rsatib beramiz. 78 yonkisi 128 variantda iPhone 13 Pro telefonimiz sotuvda mavjud. Dog'iga garantiya beriladi. Ishlashiga har tomonlama garantiyalarini yozib beramiz. Telefoningiz narxiga keladigan bo'lsak, $370 qilib beramiz do'stlar. iPhone 13 Pro $370. iPhone 11 telefonimiz do'stlar 79 yonkisi 128 talik to'liq raqamli holatda korobka dokumentigacha bor, $275 qilib beramiz. Xo'p, iPhone'larimiz tugadi. Bu yoqdan ketaveramiz endi yana. Shu ikkalasini ham tushib ko'rsatib qo'yay do'stlar. 14 ta do'stlar, 12 operatorga 500 talik yarim terabaytlik korobka dokument zaryadchi full komplekt holatda telefonimiz. Ayrim nuqsoni yo'q, ozgina ishlangan. Mana ishlanmagan deb berishgan, lekin ozginagina petnochasi bor ekan, shunda hisobiy rабочий narxida ishlamagan telefon olib qolingan. Narxiga keladigan bo'lsa $400 qilib beramiz. 14 tada 12 500 taligini. Endi xuddi shuni Pro'si bor do'stlar. Pro'si ancha-muncha kelaveradigan telefon emas. Rабочийsi kam, yangisi anchalar qimmat telefon. Bu ham 12 500 talik korobkadagi full box holatda. Buni narxini $510 ga qilib beramiz. Bir qator YouTube'dan video obzorlarini ko'rsanglar, anchalar xarakteristikasi o'ta ham bomba telefon apparati hisoblanadi bular. Bo'lib ham hali kam keladigan telefon. Bitta pauza qiling-chi. Xo'p, endi bu yoqdan LG Velvet telefonimiz do'stlar ko'pchilikka yoqqan telefonlardan hisoblanadi. Qatmaydi, netmaydi. Ko'pchilik taksi akalarimiz ishlatadigan buni. Xo'p, bizda-chi mehadavoyroq, lekin ko'p joylarda yaxshi suyib ishlatiladigan telefon 828 varianti, 4,5 mAh batareyka. Holatlar tana holatda ayrim nuqson xudosi yo'q, imagidan o'tgan. Narxini 1,550 ming so'mga qilamiz. A54 do'stlar arzonroq variant sotuvda mavjud. Bez imeka holatda O'zbekistondan chiqdi. Ishlaveradi bu telefon. O'zbekistonda ishlamaydi hozir. Imekasi adashmasam o'chgan ham. Xo'p, 6 ga 128 talik korobka dokument yo'q, garantiyalarni qilib beramiz 1,700 ming so'mga. A16 ni narxida A54. Endi xuddi shuni hamma yoq ishlaydigan bor. 8 ga 128 variant adashmasam korobka dokumentlargacha bor. Rabni holatda 2,200 ming so'mga. A75 modelimiz bor do'stlar. Vaqtida anchalar qimmat sotilgan. Hozirgi kunda ham apartyaning eng yaxshi telefonlardan hisoblanadi bu ham. Xo'p, 6 ga 128 talik korobka dokumentlari keladi do'lasa, narxini 2,200 ga qilib beramiz. 75 chi. A16 ni 256 talikni olib kelib qo'yganmiz do'stlar. Ozgina ishlangan korobka dokument holatda telefonimiz narxini 2,200 ga qilib beramiz buni ham. 256 talik variantda yangi model telefon so'raganlar uchun tavsiya qilaveramiz. Endi M16 do'stlar 35, 36, 56 larga o'xshab M16 bunaqa chiroyli dizaynda chiqdi. Ozgina ishlangan yangidek holatda, full box holatda telefonimiz. Narxiga keladigan bo'lsa do'stlar 1,850 ming so'mga qilib beramiz. Note 20 do'stlar hozirgi kunda internet magazinida $220-230 sotilyapti. Holatlari o'ta ham zo'r holatda, ayrim nuqsoni yo'q. 8256 talik koreyskiy variantda. Telefonimiz narxini qilib beramiz. $175 ga qilib beramiz. $175 bunaqangi telefon topish qiyin to'g'risi. Aparatlar tugatib ko'raylik, ekspertga keyin o'tamiz. Ozgina ishlangan bunaqangi jenskiy svetda holatlari o'ta ham zo'r holatda. A35 5 $210 ga. A55 telefonimiz do'stlar, holatlari zo'r holatda, 256 talik variantda, 56 dan ham ko'ra yaxshi chiqqan ekan 55. Sababi bir qator solishtirib qo'ysalar bo'lar internet orqali. Buni narxini $250 ga qilib beramiz do'stlar. $250 ga A55 ni 8256 talik variantdagisi. S10 Plusimiz do'stlar, holatlari o'ta ham zo'r holatda bo'lgan, 2,150 ming so'mga qilib beramiz. S15 chilarimiz budjetli narxda hozir sotuvda mavjud. Orqa kirishkasi singan. Ekranida ozmoz soyasi bor. Shuni hisobiga telefonimiz narxini 1,5 million so'mga qilib beramiz do'stlar. 1,5 million so'mga. Plus tomoni yana bitta plus tomoni imekasi aksiyaning pasportga o'tgan. Bilasizlar, bular ko'pi kompyuterda o'tadi. Pasportga o'tganda o'ta ham kamdan kam hisoblanadi. 1,5 million so'mga narxiga arziydi. Masalan, qatmaydi, netmaydigan Spark'ga kamera uchun, o'yin uchun ishlatmoqchi bo'lganlar uchun bemalol tavsiya beraveramiz.
Keyingi modelimiz ham S15 do'stlar. Bu ham ofitsialniy emekidan o'tgan, pasportga o'tgan, hamma ilonni o'qib bezatga to'liq ravno holatda, nuqsoni yo'q, garantiyalar qilib beramiz. Bu narxni 2 million so'mga qilib beramiz. Ozmas soyasi bor. S21larimiz serob. Xo'p, har birini alohida video obzorlarini Telegram kanalimizga qo'yganmiz. Telegram kanalimiz orqali ko'rsanglar bo'ladi. Hozir sotuvda 4 ta bor ekan. Ikkitasi yevro varianti, ikkitasi koreyskiy varianti do'stlar. Koreyskiysini $215 qilib beramiz, yevrolarni $235 dan qilib beramiz. Holatlari ravno holatda emekidan o'tgan S21 ishchi modellarimiz xudo xolasa. Xo'p, 22 ni ham ko'rsatib ketmasak bo'lmaydi. 22 ham, 23 ham bor do'stlar. Yevro variantda koreyskiy narxida S22 telefon qilib beramiz do'stlar. 8256 lik variantda korobka dokumentlari ham bor. Telefoningiz narxini $285 ga qo'yib beramiz. S22 ni yevrosi e'tibor berasizlar. Koreyskiy ham kam 280, sal bunday yo'q qo'ydigani bo'lmasam, bundan ham baland kerosi sotilyapti. Keyingi modelimiz ham do'stlar S23 ni yevrosi bu ham ikkita sim kartali, korobka dokumentlari bor. O'zimiz ishlatgan telefon, to'liq garantiyasini o'zimiz tomonidan beramiz. Holatlari ham zo'r holatda. Narxini $400 ga qilib beramiz do'stlar. $400 ga. Koreyskiylar ham salkam 400 ga yaqin sotilyapti bu telefonlarda. S22 plusimiz do'stlar. Holatlari ravno holatda bo'lgan. Tana holatda, ayni so'ngi 8256 lik variantda $300 ga qilib beramiz. S22 plusimiz bu. Xo'p, keyingi modelimiz do'stlar Samsung Galaxy S20 Ultra bunaqangi holatdagi anchadan beri kelmayotdi. Holatlari zo'r holatda va to'liq ravno holatda, chotki, ekranlari ham toza, oynalari ham top-toza telefonimiz. 12 operativ 256 lik xotira, koreyskiy Snapdragon prosessor do'stlar. 100x kamera zoom'i bor, 5000 mAh batareya. Xudo xolasa bemalol bir kun ishlasanglar bo'laveradi. Telefoningiz narxiga keladigan bo'lsak, $265 ga qilib beramiz do'stlar. $265 ga narxiga arziydi. Hozirgi kunda xuddi shu holatdagilar internet magazinlarda $300 kerosi $300 dan baland sotilyapti. Xuddi shuni yevro varianti ham bor, xuddi shunaqangi holatda. Bunisi 12 ga 180 variantda, bu ham to'liq ravno holatda, ayni nuqsoni yo'q, tana telefon xudo xolasa. Bir qo'lli telefon ekan, korobka dokument kelish ehtimoli ham bor. Buni narxini qilib beramiz do'stlar, $280 ga qilib beramiz do'stlar. 265 ga $280 eslab qolasizlar. Qaysidir telefon yoqadigan bo'lsa, masalan yoqadigan bo'lsa, Telegram orqali yozsanglar, nomerlarimizni qo'yib o'tamiz. Har bir telefonda addushi yumaloq video qilib yoki addushi video qilib video obzorini tashlab beramiz. Ma'qul keladigan bo'lsa, zaklab tashlasanglar, chiqarib beramiz. S21 Ultra do'stlar, holatlari ideal holatda, ayni nuqson xudolasi yo'q. Koreyskiy bitta sim kartali, chotki holatda, zo'rdan so'raganlar uchun tavsiya qilaveramiz bemalol. $340 do'stlar. 350 dan kam sotilmayapti bunaqa holatlari hozirgi kunda bozorlarda. S22 Ultramiz sotuvda mavjud do'stlar. Ikkita sim kartali, xudo xolasa korobka dokumenti kelish ehtimoli ham bor. Korobkasi bor deyilgan. Xudo xolasa buni ham olib kelib qo'yamiz. 12 256 lik, 180 lik ham emas va 8 operativkalik ham emas. 12 ga 180 lik to'liq ravno holatda ikkita sim kartasi emekidan o'tgan. Buni narxini qilamiz $440 ga. $440 yevro varianti. Koreyskiy ham $450 sotilyapti do'stlar. Endi yana bitta telefoningiz foydalanib qolsa bo'ladi. 12 operativ, yarim terabaytli 512 talikni olib kelib qo'yganmiz. Oppog'idan holatlari zo'r holatdagisidan S22 Ultra do'stlar. Buni narxini ham qilib beramiz $440 ga qilib beramiz. Buni ham 256 lik ham $450 atrofida sotilyapti, bilib turibsizlar. Yana bitta zo'r telefonimiz do'stlar, S21 Plus yevro variantda, korobka dokument 8 ga 256 lik variantda, to'liq ravno holatda, ikkita sim kartali, ikkalasi ham emekidan o'tgan, korobka dokumentlarigacha bor telefonimiz. S-partiyalar do'stlar yevro varianti kam bo'ladi birinchidan, ikkinchidan tana holatdagisi kam bo'ladi. Sababi koreyskiy telefonlar kelaveradi, lekin yevro variant qadirganda ham topilmaydigan telefon do'stlar. Narxiga e'tibor berasizlar, $315 do'stlar, S21 Plus'da. Holat zo'r holatda, yevro ikkita sim kartali, korobka dokument 8256 likni sizlar uchun qilib beramiz do'stlar. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. Hadam ham kelaveradigan telefon emas. Buni koreyskiylar ham hozirgi kunda $260, $280 gacha sotilyapti. Xo'p, va so'nggi ravochi telefonimiz adashmasam S25 Ultra 5G 12 operativga 256 lik xotira telefonimiz to'liq ravno holatda va ozgina ishlangan holatda. Yangi telefon desak bo'laveradi. Xudo xolasa yangidek holatda Rossiyadan olgan ekan.
ozgina ishlatib olib kelgan ekan. Ustiga mana qangi bronniy salafanlar bilan plyonkalarni tortkizib qo'ygan. Bu hali ancha-muncha nima bo'lmaydigan, sinmaydigan, nima o'tkazmaydigan zashtda. Xo'p, telefonimiz narxiga keladigan bo'lsak, $950 qilib beramiz do'stlar. Internet magazinlarida $965, $980gacha sotilyapti. Yangidek holatda yevro variantda bu. Ofisialni ikkita sim karta tushadi. Zakaz versiyalar bo'laveradi, borgan to'liq qilsalar ham bo'laveradi. Aytib o'tganimizdek. Xo'p, bo'lmasam bularni korobkalar olib qo'yib turaylik. Endi yangilarni qator tanishtirib o'tamiz. Xo'p, yangi telefonlarimiz do'stlar, Realme'da Note 60X 1.50 so'mga 64 talik yangi telefon do'stlar. Yangi holatda ravochi ham kerak bo'lsa 8-9 ming so'm bo'lyapti. Undan ko'ra 60X ni yangisini 1.50 so'mga, 1.200 so'mga 4.8 talikni qilib beramiz. Honor 200 modelimiz do'stlar $320 ga. Note 14S do'stlar 12 operatorga 500 mega yarim terabaytligi $250 ga do'stlar. Bir qator narxlarni ham ko'rib ko'rasizlar. Kerak bo'lsa dillardan ham arzonroq narxda beryapmiz. Redmi 14larimiz sotuvda mavjud do'stlar. $260 ga 8256 taligini, $270 ga 12 ga 256 talikni qilib beramiz. M16 5G va F16 5G'miz ham bor edi. 2.100 ming so'mdan ochilmagan vakuum holatda 4.8 talik variantda qilib beramiz. Buni yaxshi tomoni 5G podдержка qiladi. Dizayni ham o'ta ham chiroyli chiqqan. Sog'lom, arzonroq narxda Samsung yaxshi telefon so'raganlar uchun tavsiya qilaveramiz bemalol. Yana bitta foydalanib qolsa bo'ladigan telefonimiz do'stlar, Samsung Galaxy A26 5G ni 1 yil kafolatligini, 256 taligini ochilmagan vakuum holatdagi sotuvda mavjud hozir do'stlar. Buni narxini qilib beramiz sizlar uchun do'stlar, $270 ga qilib beramiz. Dillerda ham bundan oshiq narxda sotiladi. Hozirgi kunda adashmasam $290 atrofida sotilyapti. $270 ga do'stlar. Bundan ham bitta kamyob modellardan va kamyob narxlardan. A06 telefonimiz do'stlar bitta bor ekan sotuvda 1.650 ming so'mga qilib beraveramiz. 4.8 talik bunaqa chiroyli svetda. Endi Infinix modellarimizdan olib kelib qo'yganmiz do'stlar. Smartfonlarimiz yangi narxi arzon, dizayn chiroyli telefon so'raganlar uchun bemalol tavsiya qilaveramiz. Buni ham 1.50 ming so'mdan qilib beramiz. 1.50 ming so'm yangi telefon. Smartfonlarimiz o'ziga xos dizaynga ega chiqqan. Mashlarni ham qator YouTubedan video obzorini ko'rsanglar, o'ta ham chiroyli ishlangan. Mana rangini ham ko'rsatib qo'yaylik. Bu gold sveti. Bulu sveti ham o'ta ham chiroyli, qora svetlari ham bor. Ular narxini 1.260 ming so'mdan qilib beryapti do'stlar. 1.260 ming so'mdan smartfon. Xo'p, garantiyalar bilan qilib beramiz. Yangi telefon 108 talik variantda. Xullas, bu yerda o'ta ham chot ishlayapti. Hali narxiga arziydi, arzonroq, sog'lom, yangi telefon so'raganlar uchun do'stlar, bular optim joydan olib kelyapmiz. Bular 1 million adashmasam 1.330 ming so'm ekan, 1.350 ming so'm ekan sotilayotdi. Lekin hozir optim joydan olib kelganmiz, 1.260 ming so'mdan qilib beramiz. Hot 50 i modellarimiz $125 dan ekan do'stlar. Xo'p, 8.108 talik variantda ochilmagan vakuum holatda e'tibor bo'linglarga. Technospark Go'larimiz ham 128 talik va 64 talik variantda bor. Ikkalasi ham ofisialni imekidan o'tgan, qo'linglarga vakuum holatda yetib boradi. Narxlarga e'tibor berasizlar endi. 1.100 ming so'mga 64 talikni qilib beramiz. 1.250 ming so'mga Technospark Go 1'da 6.108 talikni qilib beramiz do'stlar. Qatmaydi netmeda. Yaxshi telefonlar xudo xolasa. Xo'p, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan telefonlarimiz shular ekan. Ozroq ketgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Videomiz tarqalishi uchun bitta like va kommentariyaga kim qayerdanligini yozib qo'ysanglar, xudo xolasa xursand bo'lib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aytib o'tganimizdek, har birini alohida video va obzorini Telegram orqali ko'rsanglar bo'ladi. Manzilni oxirida bo'lsa ham aytib o'tib ketaveramiz. Andijon viloyati Shahron shahar makro supermarketi 2-etaji Bek mobil do'konimiz. O'zbekistonda hamma tumandagi, hamma joyga xudo xolasa dastlabki qilib beramiz. Bemalol zakaz berishlari mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar.